Men shu umrimning mumkin oxiridir. Sizga shu o'zimning rahmatlarimni aytib qolay. Men dunyoda faqat mana sizni halol pok deb stansiyani nariyog'idagi poyezd nariyog'idagi qassobxonadan go'sht yedim. Boshqa go'sht yemadim dedilar. Shuga men sizga alohida rahmatimni aytaman. Endi qorijon dedilar, men sizga 30 yil duo qildim. Siz ertaga Allohning huzurida menga shafaat qilasiz dedilar. Siz meni eshiting dedilar. Shu mumkin oxirgi so'zimdir deya bizni qo'rqitdilar. Hecham bu sizda eshiting dedilar. Siz guvoh bo'ling dedilar. Shunday gapirdilarda mana alhamdulillah 97 ni to'ldirib 98 ga ketyapman dedilar. 98 ga ketyapman dedilar. Bizni chiyamizda keta jatirman dedilar. Keyin Allohga shukrlar bo'lsin. Qarja siz guvoh bo'ling dedilar. Shunday tillarni chiqardilar. Qup-quruq aytdilarki, mana qo'lim bunday qilsam ko'raman, u yog'ini ko'rmayman dedilar. Lekin Xudoga shukr dedilar, shu tilga qarang dedilar. Eshon bo'y ham qaradi. Tillar qup-quruq. Mana 98 ga ketyapman. Siz guvoh bo'ling, qiyomat kunida shafoatchi bo'lasiz deyaptilar. Shu haligi sigaret degan narsani ta'mini bilmay o'tib ketyapti dedi. Allohga shukr, og'zimga 98 ga kiribman, sigaret degan narsani olmadim. Yana tilni chiqardilar. Aytdilarki, mana shu tilni ko'ring dedilar. Haligi nosvoy degan narsani shu bilmaydi ta'mini. 98 ga kirgan til. Keyin yana tillarini chiqardilar. Haligi baloni deyaptilar, araqni aytayaptilar. Otini ham aytmayaptilar-da. O'sha xamirni aytib, o'shani ham nima degan, qanaqa bir ta'mda uni bilmay o'tib ketyaptilar. Allohga shukrlar bo'lsin. Mana roza tutganligimga 84 yil bo'ldi dedilar. 84 yillik roza egasi bu kishi. Hozir kimga nima duo qilgan bo'lsa, inshaalloh duolari vojib. Alloh taolo bizga mana shu umrlarni bersin. Hammamizga duolarni Alloh ijobat qilgan bo'lsin, ilohim. Ayni vaqtda